yaqinlaringizga sizning nomingizdan eng samimiy va eng ezgu tilaklarni unutilmas tarzda yetkazib beramiz. Tug'ilgan kun, bayram tabriklari, uzrnomalar va shu kabi barcha xizmatlar bizda mavjud. Chet davlatda yurgan yaqin insonlaringizga ham tabriklar yo'llab beramiz. YouTube'dagi kutilmagan qo'ng'iroq kanalimizda bizning xizmatlarimiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va hoziroq tabriklarga buyurtma bering. Erondagi urush AQShga qimmatga tushdi. AQSh urush vazirligining yuqori martabali mulozimi 29-aprel kuni Washingtonning Erondagi harbiy harakatlari uchun sarflangan mablag'ni ochiqladi. Ilk rasmiy raqamlarga ko'ra, urush boshlangandan buyon harbiy xarajatlar 25 milliard dollarga yetgan. Bu haqda Reuters xabar berdi. Pentagon nazoratchi vazifasini bajaruvchi Julius Hearst vakillar palatasining Qurolli kuchlar qo'mitasida ma'ruza qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mablag'larning asosiy qismi o'q-dorilar uchun sarflangan. Biroq Hearst bu hisob-kitobga aynan nimalar kiritilganiga aniqlik kiritmadi. Xususan, Yaqin Sharqdagi mojaroda zarar ko'rgan harbiy bazalarni qayta tiklash va ta'mirlash xarajatlari ushbu summaga kirgan-kirmagani noma'lumligicha qolmoqda. Qo'mitadagi yetakchi demokrat Adam Smith bu ma'lumotga quyidagicha munosabat bildirdi. Bu savolga javob berganingizdan xursandman, chunki biz buni juda uzoq vaqtdan beri so'rayotgan edik, lekin hech kim aniq raqamni aytmayotgandi, dedi u. Hozirda tomonlar o'rtasida mo'rt o't ochishni to'xtatish tartibi amalda. Shunga qaramay, Pentagon mintaqaga 10 minglab qo'shimcha harbiylarni yuborgan. Hududda 3 ta aviatashuvchi kema navbatchilik qilmoqda. Urush boshlangandan beri 13 nafar amerikalik harbiy halok bo'ldi. Yuzlab harbiylar yaralandi. Neft va tabiiy gaz tashishdagi uzilishlar tufayli AQShda benzin narxi keskin oshdi. O'g'it kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlari va boshqa iste'mol tovarlari narxi qimmatlashdi. Urush va benzin narxining oshishi prezident Trampning obro'siga qattiq zarba berdi. Reuters o'tkazgan so'nggi so'rovnomaga ko'ra, amerikaliklarning faqat 34% Eron bilan urushni qo'llab-quvvatlamoqda. Shuningdek, prezidentning zehni va xulq-atvori amerikaliklarni xavotirga solmoqda. Isroilda bunga yechim yo'q. Hizbulloh drollari Isroilni vahimaga solmoqda. Hizbulloh Ukraina urushida orttirilgan qimmatli tajribani o'rganib, unga keng murojaat qila boshladi. Livanliklar Isroil kuchlariga qarshi kamikadze sinfidagi uchuvsiz uch qurilmalari, jumladan optik to'la kabelli FPV dronlarni faol qo'llamoqda. Bu tashkilot 2024-yilgi voqealardan so'ng qisqa vaqt ichida o'zining jangovar imkoniyatlarini tiklaganidan, shu bilan birga yangi vositalar bilan harbiy salohiyatini mustahkamlaganidan dalolat beradi. Hizbulloh shu kunga qadar asosan raketalar, tankga qarshi tizimlar va o'rta hajmli uchuvsiz uchish qurilmalaridan foydalanib kelardi. Biroq raketa uchirish platformalarini havoda aniqlash mumkin. Qolaversa, temir gumbaz tizimlari ularning aksariyatini tutib oladi. Shahid kabilar ham jiddiy xavf tug'dirgani bilan isroilliklarda ularni urib tushirish tajribasi bor. Ammo bu safar Isroil qo'shinlari avval duch kelmagan tahdid bilan yuzlashdi. Bu Ukraina urushida olingan saboqlar bilan bog'liq. Livan qurolli harakati mamlakat janubi, Ben Jebel va Xiyam shaharlari uchun janglarda FPV dronlarni keng qo'llamoqda. Hizbulloh kuchlari ulardan Merkava tanklari, Namer piyoda jangovar mashinalari va shaxsiy tarkibga qarshi foydalanyapti. E'tiborlisi, bu turdagi uchuvsiz uchish qurilmalarining aksariyati radio to'lqinlari emas, optik to'lali kabellar bilan boshqariladi. Shu bois Isroil armiyasi inventarida mavjud hech qaysi elektron urush tizimi ularga ta'sir ko'rsata olmaydi. Dron aniqlangan vaqtda esa odatda juda kech bo'ladi. Xuddi shunday dronlardan biri joriy yilning 26-aprel kuni Livan janubidagi Taybeh qishlog'ida isroillik harbiylar guruhini nishonga oldi. Hujum oqibatida 19 yoshli serjant Idan Fox halok bo'ldi. Yana 6 nafar harbiy xizmatchi jarohatlandi. Ulardan bir ofitser va 3 askarning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Biroq yaralanganlarni jang maydonidan olib chiqish ham oson kechmadi. Evakuatsiya davom etayotgan bir vaqtda Hizbulloh yana 2 ta FPV dron uchirdi. Ulardan biri urib tushirildi, boshqasi esa tibbiy vertolyotdan bir necha metr uzoqqa quladi. Voqea umuman olganda ortib borayotgan talafotlar Isroil jamiyatida jiddiy xavotirlarga sabab bo'ldi. Shundan so'ng mamlakat bosh vaziri bayonot bilan chiqib, FPV dronlarga qarshi kurash uchun maxsus dastur ishlab chiqishga buyruq berganini, ammo bu vaqt olishini ta'kidladi. Mudofaa vaziri va bosh shtab boshlig'i bundan yaxshi xabardor. Biz ushbu muammolarni hal qilish uchun juda jiddiy texnologik sa'y-harakatlarni amalga oshiryapmiz.
Agar biz muammoni operatsion va texnologik vositalar kombinatsiyasi orqali hal qila olsak, amalda ularni qurolsizlantirish yo'liga kirgan bo'lamiz, dedi Isroil bosh vaziri. Isroil ulkan texnologik tajriba va resurslarga ega bo'lsa ham, masala Netanyahu aytgandan ancha murakkab hisoblanadi. Buni bir qancha sabablar bilan izohlash mumkin. Birinchidan, yuqorida ta'kidlanganidek, elektron urush tizimlari optik to'la kabelli dronlarga qarshi umuman foydasiz. Qolaversa, boshqaruv pulti o'zidan radioto'lqin tarqatmagani bois maxsus sensorlar operator joylashuvini aniqlay olmaydi. Ayni shu sababga ko'ra dron kelayotgani haqida oldindan xabar beradigan detektorlardan ham naf chiqmaydi. Qurilma qayerdan uchirilganini aniqlash uchun keng hududni bir vaqtda sinchiklab tekshirish yoki optik to'lali kabelning narigi uchini topish kerak bo'ladi. U esa odatda 5-10 kilometrga cho'ziladi. Qolaversa, operator missiya bajarganidan so'ng qisqa vaqt ichida joylashuvni o'zgartirishi mumkin. Isroilda uchuvsiz uchish qurilmalariga qarshi kurash uchun kompleks tizimlar bor, ammo ularning hech biri optik to'la kabelli FPV dronlarga nisbatan samarali himoya bilan ta'minlay olmaydi. Bunday tahdidlarni zararsizlantirishda qo'l kelishi mumkin bo'lgan temir nur lazer mudofaa tizimi esa statsionar xususiyatga ega bo'lib, Isroil ichkarisiga joylashtirilgan. Uni frontga yaqinlashtirishning o'zgarishi xavfli tomonlari bor. Bunday riskli yurishda qo'l urilgan taqdirda ham lazer kuchi 7-10 kilometr masofadagi dronlarni zararsizlantirishga yetadi xolos. Yahudiy muhandislar tahdidlarning bu turiga qarshi effektiv va optimal himoya vositasi ishlab chiqa oladimi yoki yo'q, buni vaqt ko'rsatadi. Ungacha Hizbulloh narxi taxminan $1000 baholanadigan bu kabi kichik hajmli dronlar bilan og'riqli talafotlar yetkazishda davom etadi. Trampga bo'lgan nafratingiz ko'zingizni ko'r qilgan. Pit Hegseth demokratlar bilan janjallashdi. AQSh urush vaziri Pit Hegseth 6 soat davom etgan tinglovlarda demokrat qonunchilar bilan janjallashdi. U Eron urushi boshlangandan beri ilk bor ularning savollariga javob berdi. Bu haqda BBC xabar berdi. Hegseth